bori bilan yashashga odatlanaylik. Orzu havasga berilavermaylik. Bormi oling, yo'qmi kutib turing. Qarzga olib yemang u narsani, qarzga olib kiymang. Zarurat bo'lsa mayli. Qish keldi, ko'mir, zarurat, pulingiz yo'q, qarzga olib turing. Uyga tezroq ko'chib kelishingiz kerak, eshik romga pul bo'lmayapti. Qarzga olib turing, zarurat. Lekin bizni olayotgan qarzlarimizni hammasi ham shunaqami? Aksariyati orzu havasmi? Bu qarzni, mana shu kreditni zararlaridan protsent, foizlar. Kreditlarning aksariyati ribo bilan, foizi bilan beriladi. Bu esa ribo, gunoh kabiralardan. Isrofgarchilik, hashamat yana bitta zarari. Kredit olish oson bo'lganligi uchun insonlar qarz olishi oson bo'lganligi uchun imkoniyatidan tashqari sarflashlikka, hashamatga, zarur bo'lmagan narsalarni sotib olishlikka haris bo'ladi. Agar shu qarz olish qiyin bo'lsa, qarzga birov pul bermasa yoki buyum bermasa, sabr qil, majbur yashaydi.